الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli akalar, ukalar, mana Ramazon oqshomlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollarini hayoti bilan tanishib, o'rganib kelayotgan edik. Bugun ham Ummul Mu'minin bilan tanishamiz. Bu onamiz nihoyatda mashhur xonadondan. Bu onamiz birinchilardan bo'lib islomga kirgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juft halollaridan. Ummu Habiba bint Abu Sufyon. Ismlari Ramla, kunyalari Ummu Habiba. Otalari Abu Sufyon, mashhur. Abu Sufyon ismi Sohir ibn Harb. Onalari Safiya bint Os. Abu Sufyon o'g'illari ko'p bo'lgan, qizlari ko'p bo'lgan. Katta o'g'lining ati Hanzala. Abu Sufyonning katta o'g'lining ati Hanzala. Badrda o'ldiriladi musulmonlar tomonidan. Ikkinchi qizi shu Ramla bint Abu Sufyon. Va mana keyin Ramlaning ukalari bor, Hinddan bo'lgan, boshqa onasidan. Yazid ibn Abi Sufyon, mashhur Rasululloh sahobasi. Undan keyin mashhur sahoba Muaviyah ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu. Shu xonadonda qizi. Ramla bint Abi Sufyon onalari ham Umaviy, otalari ham Umaviy. Onasi Safiya bint Oz Usmon ibn Affonning ammasi bo'ladi. Bu Ramlani ammasi, ya'ni Abu Sufyonning opasi Qur'onda nomi kelgan, nomi zikr qilingan ayol. Lekin maqtan emas, Hammalatal Hatob deb. Ummu Jamil, Abu Lahab xotini. Ramla bint Abu Sufyon birinchilardan bo'lib islomga kirdi, Makka da. Sobiqinal avvalin. Eri Ubaydulloh ibn Jahsh. Ubaydulloh ibn Jahsh ham birinchilardan bo'lib islomga kirgan. Lekin Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan 20 yil kurashib o'tdi. Abu Sufyon Makkadagi eng badavlat odam. Makkani Qurayshning sayyidi, hamma itoat qiladi. Islomga qarshi kurashayotgan shu Abu Sufyonlar, Abu Jahllar, ya'ni shu davrdagi eng katta sayyidlar shular, Makkaning hokimlari. O'g'illari hammasi dinga qarshi, payg'ambarga qarshi. Lekin Alloh subhanahu va taolo shuni xonadonidan bir ojiza, zaifa qizini musulmon qildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, yukhrijul hayya minal mayyiti va yukhrijul mayyita minal hayy. Alloh taolo o'liklardan tiriklarni chiqaradi. Tiriklardan o'liklarni chiqaradi. Masalan, quyoshda qahrab yotgan yer. Alloh shu yerga yomg'ir yog'diradi. Shu yerdan bir narsalar unib chiqadi. Shu o'lik yerdan tirik narsalarni chiqaradi. Oziqa bo'ladi. Xoh bu insonga bo'lsin, xoh hayvonga bo'lsin, bir yemishlar bo'ladi. Xuddi shuningdek, shunaqa o'lik qalb, o'lik xonadonlar bor, dinga qarshi odamlar bor. Shularning ichidan ham shunaqa tiriklarni chiqarib qo'yadi. Va xuddi shuningdek, Alloh taolo shunaqangi tirik odamlardan o'liklarni ham chiqara olar ekan, o'liklardan tiriklarni ham chiqara olar ekan. Ba'zi odamlarni qaraysiz, tirik, ilm deb, yurtim deb yonib yashaydi. Din deb, islom deb yonib yashaydi. Lekin uni farzandi unaqa bo'lmaydi. Va misol o'lik, cho'g'anmas bu kul bo'lib qoladi. Bu ham Allohning irodasi. Chunki Alloh shunaqa zot, qalblarni o'zgartiradigan. Shu Abu Sufyonning uyida, Abu Sufyonning uyi butun shirkning qalasi, kufrning qalasi. Lekin qizi muslima, mu'mina bo'ldi. Birinchilardan bo'ldi. Ibrohim alayhisalom zamonasi. Ibrohim payg'ambar zamonasida hamma shu toshdan bo'lgan butlarga, kesekdan bo'lganga, shu yog'ochdan bo'lgan butlarga sig'inar edi.
Hatto Ibrohim payg'ambarning o'zining uyida otasi but yasar edi. Yog'ochni o'yib, ko'z qilib, burun qilib, shuni yasab berardi, bolalari borib sotardi. Ibrohim payg'ambarning aka-ukalari shunaqa but sotgan. Shu xonadondan Alloh taolo Ibrohim payg'ambarni tanladi. Muhammad alayhisalom zamonasida fujur, fisq, zino, ribo, butun zulm, qaqshatish hammasi avj olgan. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalom shu Makka dan ixtiyor qildi. Chunki Makka shu paytdagi eng buzilib ketgan shahar edi. Xuddi shunga o'xshash Alloh taolo Ramla bint Abu Sufyonni shu Abu Sufyonni uyidan tanlab oldi. Muslima qildi va eri bilan birga birinchilardan bo'lib hijrat qildi. Abu Sufyonga og'ir. U o'zi din bilan kurashib yotibdi. Lekin qiz islomga kirib qoldi. Atrofdagilar aytayapti. Abu Jahllar, Uqbat ibn Abi Muaytlar, Shaybalar, Utbalar. Qizingga gaping o'tmaydimi? Biz o'zimiz urushib yotsak bu Muhammad bilan. Bu Muhammadning diniga kirib o'tiribdi-yu qizing. Qanaqasiga deydi? Qanday o'zing qanotlantira olmaysan qizingni deb u ham iskanjaga oladi. Bu og'riqli nuqta bo'ladi Abu Sufyonga. Qizini qiziqtiradi. Kofirlar dindan chiqarishlik uchun har xil yo'llar, uslublar qo'llaydi. Boshida qiziqtiradi o'ziga ishlatish uchun. Masalan, pul beramiz deydi. Diningdan qayt deydi. Yoki bo'lmasam zamonaviy nimada qizlar taklif qilishadi. Chiroyli qizlarga uylantirib qo'yamiz deydi. Agar bu nimalar o'tmasa oxir zulm qilishadi. Abu Sufyonni ham qiziga qattiqligini ko'rgandan keyin qattiqlik qilishdi ular ham. Qaqshatishdi, zulmlar qilishdi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu 10 tani bittasi. Onasi aytdiki, o'g'lim dedi. Shu Muhammadning diniga kofir bo'l. Shu Muhammadning dinidan chiqqin dedi. O'g'li unamadi. Ona bu din meni qon-qonimga singib ketdi dedi. Ya'ni Allohni yaxshi taniyapti ular, iymon kirgan. Onasi aytdiki, agar Muhammadga kofir bo'lmasang, to o'lgunimcha yemayman, ichmayman. Keyin o'zingga qoladi dedi. Or qoladi dedi. Odamlar mana onasini o'ldirdi degan gap chiqadi senga dedi. Shunda Sa'd ibn Abi Waqqos xotirjam aytdi: "Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Lekin sizni 100 ta joningiz bo'lsa, har biri shu och qolganingizdan bittadan sug'urla olsa ham dedi, bu yo'limdan, bu dinimdan qaytmayman" dedi. Sahobalar shunaqa bo'lgan. Ramla bint Abu Sufyonga ham dadasining g'azabi ta'sir qilmagan. Dadasini iskanjaga olishi, g'azabi, dushmanligi, urishi, kaltaklashi ta'sir qilmagan. Butun Qurayshni bularga qarshi turish ta'sir qilmadi. Oxir dadasining ham qarshiligini ko'rgandan keyin Quraysh Ubaydulloh ibn Jahshga ham, Ramla bint Abu Sufyonga ham zulmlar qilishni boshladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat bo'ldiki, shu Habashistonga boringlar, Habashistonning podshohi Odil ekan dedi. Va birinchilardan bo'lib Osmon ibn Affon boshchiligida birinchi shu musulmon muhojirlarning karvoni Habashistonga ketdi. Yashirincha. Buni Quraysh bilmay qoldi. Keyin Quraysh bular tinch, osuda, omonda yashayotganini eshitdi. Kofirlar musulmonlarni rohatda yashashini xohlamaydi. Garchi boshqa shaharda tinch ketsa ham, buni ham ko'ra olmaydi. Keyin bular to'plandida, ular Habashistonda yaxshi yashashyapti ekan, tinch ekan. Ularga zulmlar bo'lmayapti ekan deb darhol o'zlari to'planishdida bir odam yuboramiz ularni qaytarib kelishga dedi. Najoshi nasroniy podshoh. Unga dedi, nihoyatda katta sovg'a salomlar beramiz. Oltinlar, tillalarni beramiz. Hatto uni ayonlariga ham beramiz sovg'a salomlar. Shular dedi Najoshiga ham bosim qiladi oltinni olgandan keyin, tillalarni, sovg'alarni olgandan keyin dedi. Va shu Amr ibn Os roziyallohu anhu, Amr ibn Os u paytda mushrik. Arabning eng katta dohiylaridan, zaki. Shuni boshchiligida Habashistonga odam yuborishdi. Bular bordi. Najoshiyning nevarasi bor, nasroniy. Shu orqali opozitsiyasiga chiqishdi. Ya'ni ashirda ayonlarga sovg'a salomlarni berishdi. Bizda deydi shunaqangi yoshlarimiz yangi chiqib qolgan payg'ambarga iymon keltirib, biz ota-bobolarimiz dindan qaytib ketishdi. Shularni bizga qaytarsangiz, o'zimizni olib ketsak, to qolgan yoshlarimiz ham bularga ergashib ketmasa deydi. Keyin Najoshi haqiqatan odil podsho edi. Najoshi butun shu Habashistonda yashayotgan Ja'far ibn Abi Talib boshchiligidagi muhojirlarni to'pladi. Keyin ular bilan gaplashdi. Sizlar qanaqa dindasizlar dedi. Najoshiga gapirgan shu Ja'far tayyor. Ja'far aytdiki, biz zalolatda edik dedi. Shu toshdan bo'lgan, kesakdan bo'lgan olihalarga, butlarga xudo deb ibodat qilardik. Zino qilardik. Ribo yerdik, qimor o'ynardik. Qarindosh ulug'larni silay rahim qilmas edik. Makka ga kelganlarga zulm qilardik, yo'l to'sardik. Alloh subhanahu va taolo biz o'zimiz ichimizdan eng pokiza, o'zimiz tan oladigan, eng adolatli, eng muruvvatli, eng amin bo'lgan odamni payg'ambarlikka ixtiyor qildi. Bizga payg'ambar bo'lib keldi. Alloh taolo u odamga Qur'on berdi. Qur'on bilan bizni tarbiyaladi.
Biz shu odam diniga kirdik. Endi bu qavmimiz bizga shularga qarshilik qilyapti dedi. Shunda Najoshi aytdiki, shu sizlarning payg'ambaringlar olib kelgan Qur'onda menga o'qib ber dedi. Bu sahobiy Ja'far Tayyor Qur'on o'qib berdi. Bir bet Qur'on o'qidi. Qur'on o'qiyotganda Najoshi shunday yig'lab yubordi. Hatto soqoli uyib ketdi. Yig'ladida ularga aytdiki, bo'ldi boraringlar. Sizlar omondasizlar. Bu shaharda sizlarga zulm qilinmaydi dedi. Amr ibn Oslarni it haydaganda haydab chiqarib yubordi. Keyin Amr ibn Os aqlli odam edi. Gap yeb ketadigan odam emas. Boshqa yo'l yo'tdi. Shu Najoshiyning nevarasi bilan gaplashdida, bular sizlarni Iso payg'ambarlar bilan onasi haqida juda yomon gaplarni gapiradi dedi. Yana ichkaridan fitnalashdi holat. Shunda opalasiga yana nevarasi yetkazdi. Yana ularni ertasiga chaqirtirdi. Aytdiki, Iso va uning onasi haqida nima deysizlar dedi. Shunda Ja'far Tayyor shu Qur'onda kelgan Bibi Maryam va Iso haqidagi oyatlarni o'qib berdi. Bizning payg'ambarimiz Iso alayhisalomni Allohning quli va payg'ambar deb aytadi. Va shu Bibi Maryamga Jibroil puflagan, Alloh kun bo'l degan bo'lgan deydi. Shunda Najoshi aytadiki, sizlar bilan bizning dinda orasida mana shu chiziqchalik farq yo'q ekan. Sizlar deydi boraringlar. Bu gapdan keyin Abu Nurnoslar yana tushkunlikka tushadi. Bu odam podsho Najoshi islomga kirgan, iymonga kirgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Najoshiyning elchilari Madinaga kelgan. Keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu Najoshiga hurmat qilib, shu xizmatchilarga o'zi xizmat qilgan. Ya'ni elchilarga o'zlari xizmat qilgan. Shuning uchun Najoshi dunyodan o'tganda xabari kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu musulmon birodarlar, turinglar o'libdi, janozasini o'qiymiz deb janozasini o'qigan. Musulmonlar Habashistondagilar tinch, osuda yashayapti. Ramla bint Abu Sufyon ham shularning ichida yashayapti. Eri Ubaydulloh ibn Jahsh ham shu yerda yashayapti. Bir kuni Ramla onamiz tush ko'radi. Tushida eri Ubaydulloh nihoyatda bir xunuk holatda. Keyin buni ko'rib qo'rqib ketadi. Hech kimga aytmaydi bu tushdi. Eri aytadiki, men shu Habashistonga kelib eng yaxshi dinni topdim. Bu din nasroniy din ekan. Shuning uchun shu dinga kiraman deydi. Va shu nasroniy dinga kirib murtad bo'lib ketadi. Murtad bo'lib ketadi. Ichkilikka berilib ketadi. Va xotini Ramlaga shart qo'yadi. Ya'ni Ramla bint Abi Sufyonga Allohning imtihonlari, sinovlari kela boshladi. U zulmlar boshqa narsa edi. Uning uchun musulmon odam turib berdi. Endi haqiqiy imtihonlarda turibdi. Eri aytayaptiki, ikkita shartim bor. Yo talaq bo'lasan, ajrashamiz yoki nasroniy bo'lasan dedi. Ichkilikka berilib ketgan. Shunda Ramla bint Abi Sufyonning oldida 3 ta yo'l bor. Boshqa yo'l yo'q. Birinchi yo'li shu eriga itoat qilib, o'rtada qizi bor, Habiba degan. Bu qiz Makka da tug'ilgan, qizi bilan hijrat qilib ketgan bular. Eriga itoat qiladida nasroniy diniga kiradi. Agar kiradigan bo'lsa, dunyo oxiratda xor bo'ladi. Jahannam azobida mangu qoladi. Murtad bo'lib ketadi. Bu bo'lishi mumkin emas. Dindan qaytmaydi bu ayol. Chunki iymon nuri qalbiga kirib ketgan. Ikkinchi yo'li erini tashlaydida Makkaga otasinikiga ketadi. Otasining uyi shirkning qalasi. Kufrning ini. Xor bo'lib yashaydi bu yerda ham. Azizlik ko'rmaydi. Chunki ular mushrik. Endi uchinchi yo'li bor. Bu yo'l shu musofir yurtida yakka o'zi qiyinchilikni boshiga ko'targan holda yashashlik bor. Shuning uchun bu ayol shu Habashistonda yolg'iz bo'lsa ham Allohning dini bilan yashashlikni ixtiyor qiladi. Bu nihoyat og'ir imtihon. Eridan ayrilyapti. Eri murtad bo'lib ketyapti. Lekin ishlar hammasi Allohning qo'lida. Alloh subhanahu va taolo o'zi sabr qilgan, dinda sobotda turganlarni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Eri Ubaydulloh ibn Jahsh shu murtad bo'lib ketgandan keyin, ajrashgandan keyin hatto iddasi chiqmaydida o'lib ketadi. Ya'ni murtad bo'ldi. Hech qancha vaqt o'tmadi o'lib ketdi. Dunyo shunaqa ekan. Oxirgi amallar e'tiborga olinar ekan. U hijrat qilgan, Makkada zulmlangan din uchun, payg'ambarga iymon keltirgan, o'zini yurtini shu din deb tashlab ketgan odam Habashistonda murtad bo'lib ketdi. Nasroniy bo'lib ketdi va xorlarcha shunaqa o'lib ketdi. Lekin ayoli shunaqa sabotda turibdi, din uchun turibdi. Iddasi chiqadi. Iddat chiqqandan keyin bir kuni uyda o'tirsam deydi o'zi Ramla bint Abi Sufyon. Eshik taqillab qoldi. Eshikni ochsam, saroy ayollaridan bittasi turibdi. Salom alaydan keyin shu podshohimiz sizga salomi deb aytdi. Va podshohimizga Madinadan Muhammad Rasululloh xat yuboribdi. Shu Ramla bint Abi Sufyonni men o'zimga nikohimga olmoqchiman, shunga o'rtada sovchi bo'lib borib bersiz debdi. Shunga siz fikringizni bilgani keldim dedi.
Bu gapni eshitib Ramla bint Abi Sufyon xursand bo'lib ketadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uni bilib qo'ying, nima uchun sovchi qo'yyapti? Nima uchun shunaqa ko'p uylanyapti? Nima uchun Ramlaga? Ya'ni bir musulmon ayol musofir yurtda yolg'iz qoldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari Madinada yashayotgan bo'lsa, Habashistondagilarni tashab qo'ygan emas. Doim ularni eslab yurgan, doim ularning hayotidan qiziqib turgan, doim xat aloqasi, maktub yo'llab turgan. Buni xabari kelgan Rasulullohga. Shuning uchun elchi yuborgan bo'ladi, xat yozib. Keyin Ramla bint Abi Sufyon xursand bo'ladi. Alloh taolo tashab qo'ymaganligini bilyapti. Sabotda turganligi uchun kim nima bo'lyapti? Sarvari koinot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juft halol bo'lyapti. Ummahatul mo'mininlardan bo'lyapti. Xursand bo'lib ketadi-da, meni bu yerdagi eng yaqin odamim, valiyim shu Xolid ibn Said ibn Os deydi. Darhol so'yinganidan qo'llaridagi bilagziklardi, qulog'idagi ziralardi, oyog'ida taqadigan taqinchoqlarni shu ayolga berib yuboradi. Hadya qilib. Mana shu xush xabar yetkazib kelganingiz uchun mendan sizga deydi. Haligi ayol oladida podshohning huzuriga ketadi. U ayolning ismi Abroha bo'ladi. Abroha. Abroha boshqa Abroha ham bor, bu ayol kishi. Bu Abroha shu podshohning, Najjoshiyni shu kiyimlariga qaraydigan, shu atirlarga qaraydigan, xushbo'y narsalarga mas'ul bo'lgan ayol bo'ladi. Shunaqa ichki ishlarini qiladigan. U podshohga borib yetkazadi. Va podshoh bu shu hijrat qilgan muhojirlarning hammasini to'playdi. Ja'far Tayyor, shu Xolid ibn Said va boshqa muhojirlarning hammasini o'zining qasriga to'playdi. Hammasini to'plab aytadiki, shu menga Rasulullohdan xat keldi. O'zlari shu Ramla bint Abi Sufyonga sovchi bo'lishligimni iltimos qildi. Shuning uchun dedim, sizlarni shu yerga chaqirdim. Mana valisi o'tiribdi, nikoh qilamiz deb shu Najjoshiyning qasrida nikoh boshlanadi. Nikoh marosimi. Valisi bor va Najjoshiy o'zini tomonidan shu Ramla bint Abi Sufyonga 400 dinor oltin beradi, mahr. Payg'ambar alayhisolamning birorta ayoliga unaqa katta mahr berilmagan. Rasulullohning ayollariga 3 dinordan va qizlariga ham 3 dinordan mahr oshmagan. Lekin Ramlaning mahri 400 dinor bo'lgan, Najjoshiy bergan. Keyin shu aqdlar nikoh bo'lgandan keyin pullarni hammasini shu Ummu Habibani valisi Xolid ibn Saidga beradi. Va ular endi turib ketaman deganda Najjoshiy aytadiki, agar payg'ambarlar uylanadigan bo'lsa, payg'ambarlar uylanganda taom bergan. Sizlarga ham deydi, narixonada shunaqa dasturxonlar yozilgan, shu yerga kiringlar deb taklif qiladi. Va bularni hammasini mehmon qilib to'ydirib, Rasululloh nomidan chiqarib oladi. Keyin Xolid ibn Said shu pulni olib kelib beradi, 400 dinor Ramla bint Abi Sufyonga. Ramla onamiz pulni olgandan keyin 50 oltinini shu Ali Abroha degan ayolga jo'natib yuboradi. Keyin Abroha ertasiga yetib keladi. Oltinni ham olib keladi. Bitta idishda shu onamiz berib yuborgan taqinchoqlarda xursand bo'lib berib yubordi-yu, zirasi, bilagziklar hammasini solingan bo'ladi-da, podshoh eshitdi bu narsalarni. Shuni hammasini qaytarib berishimni buyurdi. Va hamma shu saroy ayollarini, xotinlariga buyurdiki, o'zlarini shunaqangi qimmatbaho taqinchoqlarini va atirlarini, ambarlarini, xushbo'y narsalarini sizga hadya qilishlikka amr qildi. Men shularni hozir olib keldim, lekin sizga meni bitta iltimosim bor, bitta hojatim bor dedi. Keyin nima hojatingiz bor, ayting dedi. Ramla bint Abi Sufyon. Shu Madinaga boradigan bo'lsangiz, shu Rasululloh sallallohu mendan salom aytib qo'ysangiz. Men shu odamga iymon keltirdim, ko'rmasdan. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna rasululloh dedi. Meni bir yo'limda eslab qo'ysangiz, shu iymon kelganligimni aytsangiz va salomimni yetkazib qo'ysangiz, buni unutmasangiz dedi. Bo'ldi, sizga yetkazaman deb aytdim. Shuni narsalarni tashyapti-da, shu narsalarni olib kelayotganda ham shu Rasulullohga mendan salom aytishni unutib qo'ymaysiz-a deb takror-takrorlab so'radi. Keyin Najjoshiy Sharohbil ibn Hasana nomidan bizga boshliq qilib karvon jihozladi. Butun karvonning xarajatlarini hammasini shu Najjoshiy o'zi ko'tardi. Qo'riqchilar bilan dedi, meni Madinaga kuzatib qo'ydi. Sharohbil ibn Hasana bilan birgalikda. Bu narsalar hijriy 7-yil bo'lyapti. Ya'ni Ramla bint Abi Sufyonga Rasululloh sallam Juvayra bint Xorisdan keyin uylangan. 6-yil nikoh bo'lgan, 7-yil ular Madinaga kirib kelishgan. Rasululloh sallamga shu Najjoshiyning qilgan ishlarini aytdi, sovg'a salomlarini, to'ylarini, hamma yo'g'ini aytsam, Rasululloh tabassum qilib qo'ydi. Va keyin men dedi shu Abrohani ham gaplar salomini yetkazdim. Islom kirganligini aytsam, Rasululloh ham shu Abrohaga assalomu alayha va rahmatullohi va barakatuh deb aytdi. Ya'ni unga ham Allohning salomi va rahmati va barakasi bo'lsin deb salom yo'lladi deb aytadi. Ummu Habiba bint Abi Sufyon roziyallohu anhu Madina munavvarada bo'lgan ishlardan bittasi, Abu Sufyon Makkadan Madinaga keladi. 7-yildan keyin shu mana tarixdan ma'lum Hudaybiya sulhi tuzilgan. Makkaliklar bilan Madinalar orasida urushda cho'zishga Hudaybiya sulhi tuzildi, urushmaslikka. Lekin bular Makkaliklar ahdni buzishdida urushib qo'yishdi. Shu sulhni yana uzaytiraylik deb Abu Sufyon Madinaga keladi. Ular xiyonat qildi Makkaliklar. Shu Madinaliklarni ittifoqdoshlariga urush qilib qo'yishdi. Shunda Rasululloh Abu Sufyon bilan gaplashmasligini aytdi. Chunki ular xiyonat qildi.
Keyin Abu Sufyon Abu Bakrga bordi. O'rtada turib gaplashib bering, sulh tuzaylik endi dedi. Abu Bakr Rasululloh unamagan bo'lsa men dedi, senga bilan gaplashmayman dedi. Umarga bordi. Umar ham teskari qaradi. Shunda Abu Sufyon qizinikiga keladi. Qizi Ramla bint Abu Sufyon. Orada necha yil ko'rishmagan, ota qiz. Qiziga kirganda shu Rasululloh hujrasida bir to'shakka o'xshash narsa bor. Postek Rasululloh o'tiradi unda. Shunda Abu Sufyon qiziniga kelib ko'rishgandan keyin endi o'tiraman desa, Ramla bint Abu Sufyon shu postekni tortib oladi tagidan. Keyin hayron bo'ladi. Qizim, bu postekni mendan qizg'anyapsizmi yoki bo'lmasam men endi bu postek arzimas narsa deb buni olib qo'yyapsizmi deydi. Qiz aytadi, "Yo'q, bu deydi Rasulullohning to'shagi, Rasululloh o'tiradigan postek. Bunga Rasululloh o'tiradi. Siz najassiz, o'tirsangiz bo'lmaydi. Ya'ni siz mushriksiz. Innamal mushrikun najas. Mushriklar najas. Siz o'tirishingiz mumkin emas Rasululloh o'tiradigan to'shakka" deb aytadi. Keyin dadasiga aytadiki, "Otajon, qachongacha balchiqqa botib yurasizlar? Qachongacha bu botqoqdan chiqasizlar? O'zingizlar yasab olgan butlarga sig'inasizlar. Osmonlar va yerlarni yaratgan Robbul alamin tursa, sizlar aqlinglar bilan o'ylamaysizlarmi yoki hokimiyat ketishdan qo'rqasizmi?" deydi. Otasini da'vat qiladi. Otasi aytadiki, "Ey qizim, mendan ketganingdan keyin sen ancha yomon bo'lib ketishsan" deb ketadi. Ramla bint Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yashadi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 7-yil turmush qurgan bo'lsa, Rasululloh 11-yil vafot etdi. Demak, 3 yil, 4 yil birga yashagan. Va shuning ichida Ramla bint Abu Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan juda ko'p hadislar eshitgan. Bizga Ramla bint Abu Sufyondan 65 ta hadis rivoyat qilingan. 65 ta hadis rivoyat qilgan. Va bu 65 ta hadisdan 29 tasi muttafaqun alayh, Buxoriy bilan Muslimda kelgan. Ramla bint Abu Sufyon Rasululloh sallamdan keyin ham Madinada yashadi. Madina Munavvarada yashadi. Keyin otasi Abu Sufyonlar ham Makka fathida islomga kirgan. Akalari, ukalari hammasi islomga kirdi. Otasi Shomda Abu Sufyon jihodda o'ldi. Otasini o'lganini eshitganda bu Abu Sufyon vafot shahid bo'lib o'lganligini 3 kun motam qilgan ekan. Va 4-kuni o'zi ustiga atir upasini sepgan ekan. Va aytgan ekanki, meni bu atirlar sepishga, xushbo'y sepishga hojatim yo'q edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman, ayol kishi uchun 3 kundan oshiq motam tutishi yaqiniga harom bo'ladi, illa eriga mumkin deydi. Ya'ni ayol kishi agar eri o'lsa 4 oy 10 kun idda o'tiradi, idda saqlaydi. Ya'ni bu ham motam degani. 4 oy 10 kunga davr o'ziga xushbo'ylanmaydi, ko'chaga chiqmaydi, idda saqlab o'tiradi eri o'lgan ayol. 4 oy 10 kun. Otasi o'lsa, akasi o'lsa, onasi o'lsa 3 kun islomda. Men deydi, bu ehtiyojim yo'q bu atir sepishga. Lekin shu Rasululloh sallam harom degan 3 kundan oshiq motam tutishlaydi. Shunga tushib qolmay deb turib sepdim men deydi. 20 yil Muaviyat ibn Abi Sufyon xalifa bo'lgan. Shu paytda ham ukasi bilan ham ko'rishgan, Damashqqa borgan, yana Madina Munavvaraga qaytib kelgan. Ramla bint Abi Sufyon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin 33 yil yashadi. 33 yil yashagan. Va 44-yili shu ukasi xalifalik davrida Madina Munavvarada vafot etgan. Va Baqiy qabristoniga dafn qilingan. Ibn Kasir bidoyada bitta nuqtani keltiradi. Muaviya xalifa. Shu Muaviyaga qarshi isyon bo'lgan. Yoshlar, kattalar hammasi Muaviyaga qarshi urush qilgan. Keyin bular asirga olingan, qo'lga tushgan. Qo'lga tushganda ularni o'limga hukm qilingan. Shunda hukm qilganlardan bittasi Muaviya bilan uchrashib aytadiki, "Ey Amiral Mo'minin" deydi. "Tog'ay ham o'zini jiyanlarini o'ldiradimi Ichixonda" deydi. Desa, keyin Muaviya aytadi, "Senga men qanaqa tog'aman? Desa, siz meni tog'amsiz" deydi. "Qanaqa sen tog'ayman men" deydi. "Alloh aytgan tog'amsiz" deydi. "Qanaqa aytgan?" desa, "Qur'onda aytmaganmi? Muhammad Rasululloh, ya'ni Muhammad Allohning elchisi. Va azvajuhu ummahatul mu'minin. Muhammad alayhisolamning xotinlari mu'minlarning onasi degan. Sizni opangiz Ramla mu'minlarning onasi, biz onamiz. Shu Ramla onamizni siz ukasisiz tug'ishgan. Demak siz bizni tog'amisiz. Demak siz bizni o'ldirmaysiz, tog'amisiz" desa, Muaviyat ibn Abi Sufyon buni oyatdan dalil keltirganini ko'rib kulib qo'yadi va ozod qilib qo'yaveradi. Ya'ni u podsholar shunaqangi mard podsholar bo'lgan, mard xalifalar bo'lgan. Shunaqangi gap o'yinlari, so'z o'yinlarini tan olgan. Demak, bugungi o'tganimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning juft halollari Ummul Mu'minin, Ummu Habiba, Ramla bint Abi Sufyon radhiyallohu anha bo'ldi. Ertaga yana boshqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning juft halollari bilan tanishamiz. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.